Fotih Sulton Mehmedxon bolaligida juda sho'x, to'polonchi bir o'quvchi edi. Dars vaqtida qilgan to'polonlari bilan ustozi Oq Shamsiddinni jahlini chiqarar edi. Ustozi unga tanbeh bersa, darhol "Men podshohning o'g'liman, hech narsa qila olmaysan" deyishdan toymasdi. So'ngra bu haqida ustozi Oq Shamsiddin otasi Murod ikkinchiga ma'lum qiladi. Otasi esa unga pichirlab bir rejasini aytadi. Ertasi kuni Mehmet darsda yana to'polonni boshlaydi. Ustozining tanbehiga odatdagidek otasi bilan tahdid javobini beradi. Ayni shu payt to'satdan eshik ochilib, podshoh ichkariga kiradi. Bu holatdan g'azablangan Oq Shamsiddin podshohga qarab baqiradi. Bir tarsaka urib deydi: "Hech kim dars vaqtida ichkariga bunday tarzda kirish mumkin emas. Izn so'rab kirishi lozimligini aytib, tashqariga haydaydi." Podshoh bo'yni egilgan holda uzr so'raydi va tashqariga chiqadi. Bu hodisa qarshisida Mehmetning tili kalimaga kelmay, nima qilishini bilmay qoladi. Ishongani podshoh otasi esa ko'z o'ngida tarsaki yegan edi. Mehmetning ichki dunyosi ag'dar-to'ntar bo'lgandi. Birozdan so'ng eshik taqillaydi va podshoh hijolatli holatda ichkariga uzr so'rab kiradi. Reja ajoyib shaklda amalga oshgan edi. O'sha kundan so'ng Mehmet aslo yaramatlik qilmadi.